Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Savol: Sha'bon oyining fazilatlari haqida gapirib bersangiz. Mana shu oyda Baroat kechasi degan bir kecha bo'lar ekan, mana shu kechada gunohlarning hammasi mag'firat qilinar ekan. Bu sahih hadislarda sabit bo'lgan deb turib ba'zi bir birodarlarimiz aytayapti. Haqiqatan ham shu Baroat kechasi bormi va nechinchi kunlariga to'g'ri keladi Sha'bon oyini deb turib aytibdilar. Xo'p, haqiqatan ham Sha'bon oyi mana yaqinlashib qopti. Bugun 5-aprel ekan, juma kuni 29-Rajab, ertaga shanba kuni 1-Sha'bon oyi bo'ladi. Shu bahona Sha'bon oyining fazilati va Sha'bon oyida bo'ladigan ayrim bid'atlar haqida gapirib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa oylardan ko'ra mana shu Sha'bon oyiga ko'proq e'tibor berardi. Va hamda biz odamlar ham mana ko'proq Rajab oyiga e'tibor beradi-da, nafaqat biz odamlar, bu boshqalarda ham bor. Chunki Rajab oyi haqida ko'p yolg'on hadislar to'qilganligi uchun ko'proq e'tibor berishadi. Sha'bon oylarini bo'lsa muhmal tashab qo'yadi ko'pchilik. Shuning uchun ham mana shu Sha'bon oyi haqida alohida qilib, mana shu savolga umumiyroq qilib javob berishni xohladik. Va hamda biz bilishimiz kerakki, mana shu Sha'bon oyi haqida ham mana boshqa oylar to'g'risida mana aytayapmiz-ku, Rajab oyida ko'plab botil hadislar bor. Nihoyatda ko'p yolg'on to'qima hadislar bor. Ko'pchiligi to'qima. Birinchi kuni roza tutsang unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb turib shunday hadislar to'qib olgan, lekin u nihoyat darajada zaif deganida u to'qima hadis. Shuning uchun ham mana shu hadislar sahih va zaif ekanligini biz bilishimiz kerak, eshitishimiz kerak. Mana Rajab oyi haqida gapirdik. Endi mana shu Sha'bon oyi haqida ham sahih hadis bor va zaif hadis bor. Sahih hadis bo'lsa nima qilamiz? Sahih hadis bo'lsa uni eshitib amal qilamiz. Zaif hadis bo'lsa-chi, zaif hadis bo'ladigan bo'lsa uni bir chekka yig'ishtirib qo'yamiz. Chunki zaif hadis deyilgandan keyin uni bori ham yo'g'i ham bir xil. Uni ustiga endi hukm qurib bo'lmaydi. Uni ustiga ibodat qurib bo'lmaydi. Chunki ana shuni ustiga ibodat qurishlik u bid'at bo'ladi. Shuning uchun ham usuliy ulamolar aytadiki, al-aslu fil ibada tawqifiyya. Ibodatlardagi asl tawqifiy, to'xtashlik. Ya'ni inson ibodatni o'zicha qilib ketishlikka haqqi yo'q. Qachon o'zicha qilib ketadi? Hech qachon o'zicha qilmaydi. Balki mana shu ibodat shariat ko'rsatmasi bilan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham mana Sha'bon oyi haqidagi hozir fazilatlari haqida so'ralyapti. Haqiqatan ham bu Sha'bon oyining fazilatlari bor va ba'zi bir bid'atlari bor. Mana shuni ham biz bilib olishimiz kerak bo'ladi. Sha'bon oyi haqida mana ertaga Sha'bon oyi ekan, shanba kuni. Mana shu haqida ko'plab hadislar kelgan. Bir qancha hadisni inshaalloh aytib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Oysha onamiz aytib beradi. Rasul sallallohu alayhi va sallam roza tutardi. Hattoyinki biz aytardikki, la yuftir, endi rozasini ochmasa kerak deb turib aytardik degan. Bir rozasini ochardi, umuman roza tutmay qo'yardi, hatto endi Rasululloh roza tutmasa kerak deb turib o'ylab qolardi, aytardi deb turib aytganda. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni faqat Ramazon oyining rozasini to'liq qilganligini ko'rganman. Va boshqa oylardan ko'ra Sha'bon oyida yana ham ko'proq roza tutganligini ko'rganman deb turib aytgan. Oysha onamiz aytib beryapti. Qarang. Va ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban. Sha'bondan ko'ra ko'proq roza tutganligini bilmadim, deyapti. Eng ko'p mana shu Sha'bon oyida roza tutgan. O'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana ba'zi hadislarda ham kelgan bu. Insonlar ko'proq mana shu Rajab oyiga e'tibor beradi. U avvalgi mushriklar ham mana shu Rajab oyiga ko'proq e'tibor berganda. Nima uchun? Chunki ular mana shu Rajab oyini shahrul hurum deb bilardi. Harom oyi. Haqiqatan ham shunday. Lekin shu bilan birga bu haqida tamomiy hadislar to'qilib bu hozir bizgacha kirib kelgan. Shuning uchun aytdik, bu haqida Sha'bon oyi haqida hamma kelgan hadislarda Ibn Taymiy rahimahulloh botil degan. Inson qanday ibodat qilayotgan bo'lsa, mana shunday ibodat qilib ketaveradi, lekin qo'shimcha ibodat yo'q. Lekin Sha'bon oyi haqida mana hadislar kelgan. Lekin Rajab oyi haqida unaqa emas. Shuning uchun ham ko'pchilik odamlar Rajab oyi bilan shug'ullanadi-yu, lekin Sha'bon oyi kelganda shunday nima qiladi? Tashab qo'yadi. Tashab qo'yadi. Unaqa bo'lishligi kerak emas. Naborot bir Sha'bon oyiga ko'proq e'tibor berish kerak-da. Nimaga inson Ramazon oyiga tappa tayyor bo'lib turib shunday kirib keladi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Sha'bon oyida ko'proq roza tutar ekan. Oysha radhiyallohu anhodan yana hadis keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng yaxshi oy Sha'bon oyida roza tutishligidir deb turib aytgan. Keyin mana shu Sha'bon oyini Ramazon oyiga shunday ulab yorardi. Ya'ni Sha'bon oyida ko'p roza tutib,
keyin Ramazon oyiga ulab ketardi deb turib aytgan. Abu Dovud rivoyat qilgan mana shu hadisni Shayx Alboniy sahih deb turib aytganlar. Va hamda Ummu Salama radhiyallohu anha onamizdan keladi, aytadilarki, "Ma ra'aytu nabiyya sallallohu alayhi va sallam yasumu shahrayn mutatabi'ayn illa Sha'ban va Ramazon." Men deydi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ketma-ket 2 oy roza tutganligini ko'rmaganman. Illo Sha'bon va Ramazon oyida tutardi degan. Termiziy rivoyat qilgan bu hadis ham Shayx Alboniy sahih degan. Demak, o'z-o'zidan nima bo'lyapti? Sha'bon va Ramazon oyida ko'proq roza tutish kelib chiqyapti. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'proq ibodat bilan shug'ullanardi. Va albatta bu insonda, ya'ni ko'pchilik qodir bo'lgan ibodat. Ko'pchilik qodir bo'lgan, rozaga ko'pchilik qodir. Misol uchun sadaqa berishga, zakot berishga ko'pchilik qodir bo'lmasligi mumkin, yoki masalan ko'proq boshqa bir ibodatlar bilan shug'ullanishga qodir bo'lmasligi mumkin. Lekin inson ko'pchilik roza tutishga qodir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu holatlarda o'zi bizga o'rgatib ketganligi bu nihoyatda katta bizga bir ne'mat bo'ladi. Shuning uchun ham biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'lidan yurishimiz kerak bo'ladi. Hech qachon yutkizmaymiz. Endi boshqa odamlar masalan ba'zi kishilarni sadaqaga, ya'ni insonlarga, muhtoj bo'lgan kishilarga yordam berishlikka imkoniyatlari bo'ladi. Berish kerak u odamlar. Xosatan mana shu Sha'bon oyida. Chunki Ramazon oyida ham ba'zi faqir bo'lgan kishilar ishlab mana shu oyda ham qiynalib o'tirmasligi uchun, ana shu hech bo'lmasa Ramazon oyida to'la to'kis ibodat qilish uchun mana shu Sha'bon oyida berishi kerak bo'ladi. Salaflar ko'proq narsalarni mana shu Sha'bon oyida tayyorlab miskinlarga tarqatishgan. Nimaga? Chunki miskinlar ham mana shu Ramazon oyida ko'proq ibodat qilib qolsin deb. Sha'bon oyida, Ramazon oyida ko'proq ibodat qilib qolsin deb turib, ko'proq mana shu oylarda bergan. Demak, o'zi salaflarning mana shunday qilganligi nima uchun degan bir savol tug'iladi-da. Nima uchun deyiladigan bo'lsa, chunki qancha hadislarda kelgan Ramazon oyida insonda ajr mukofoti 10 barobarga ko'payadi. Bir rakat, bitta Qur'onning bitta oyati, bitta yaxshilik bo'lsa 10 ta yaxshilikka barobar bo'ladi degan. Demak, bu haqida ko'p hadis kelgan. Mana yana Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhu mana shu kishidan hadis rivoyat qilingan. Aytadiki, "Ya Rasululloh deb turib aytdim" deydi. "Lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min ash-sha'ban." Sha'bon oyida roza tutganingizdek, boshqa oylarda men sizni roza tutganingizni ko'rmadim deb turib aytganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima degan? Yuqorida aytgan gapimiz aytganda, mana bu oy degan insonlar ko'pchiligi Rajab va Ramazonning o'rtasida g'aflatda tashab qo'yadigan oy deb turib aytgan. Mana shu oyda amallar olamlarda Robbisiga ko'tariladi. Meni amalim rozador bo'lgan holatimda Allohning huzuriga ko'tarilishini yaxshi ko'raman deb turib aytganlar. Nasoiy rivoyat qilgan bu hadisni Imom Alboniy hasan deb turib aytganlar. Demak, o'z-o'zidan mana hadis bizga nimani bildiryapti? Ko'pchilik insonlar mana shu Sha'bon oyida g'aflatda, haqiqatan ham g'aflatda. Mana Ramazon, Rajab oyi haqida bo'lsa, nihoyatda ko'p masalan savollar keldi ko'pchilikda. Ba'zilar shunday bir ayollarning ovozini tashadiki, mana shuni tekshirib bering, sahihmi, sahih emasmi deb. Ayollar haligi da'vat qilib gapirgan ayollarni bir qanchasini to'plab olib turib, shunday ali hadislarni aytayapti, bir kunlik roza deydi, shunday kunlarga teyin deb turib aytadi, haligi hech bir sahih hadisni unaqani topolmaysiz. Shu darajada ko'pirtirib bir hadis to'qilganda, mana Rajabga ko'proq kishilar e'tibor beradi. Ramazonga ham e'tibor beradi, lekin o'z-o'zidan Sha'bon oyini tashab qo'yadi. Shuning uchun ham mana Rasul sallallohu alayhi va sallamni o'z-o'zidan mana shu hadisda ko'pchilik g'aflatda bo'ladi. Demak, bilingki, ko'pchilik g'aflatda bo'lgan paytda siz ibodat qilib qoladigan bo'lsangiz, mana shu holatda yutgan kishilardan bo'lib qolasiz. Shunga e'tibor bering. Va hamda mana shu oyda amallar ko'tariladi Alloh huzuriga deyapti. Ko'tariladigan bo'lsa, inson ko'proq amal qilib qolish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham qilib qolgan ekanda Rasululloh. Shuning uchun ham aytayapmizki, u faqat roza emas, balki bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamma shunga qodir bo'lganligi uchun shuni o'rgatib ketdi. Inson masalan namoz o'qiganlaydi, ko'proq Qur'on o'qiganlaydi. Salaflar ko'proq Qur'onga aytdi-ku, masalan sadaqalarga ko'proq intilgan, zakotlarni tayyorlab qo'yib mana shu oyda berishga harakat qilishgan. Va hamda yana boshqa hadis keladi Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan, aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo Sha'bon oyini yarmida shunday yer yuziga qaraydi degan. Butun xalqini gunohini mag'firat qiladi. Illo mushrikni yoki bo'lmasa qattiq adovatlashib turgan odamni gunohini mag'firat qilmaydi deb turib aytgan. Mana shu hadis, mana zaif hadis.
Mana shu hadisning ustiga mana ba'zi odamlar baroat kechasi bor deb turib nima qiladi? Baroat kechasini qurib olgan. Bu zaif hadis, haddan tashqari zaif. Shuning uchun ham lekin bu ibodatlar qilinaveradi. Bu haqida aytgan. Masalan, ulamolar bu hadisni sahih darajasiga chiqarsa bo'ladi, lekin baroat kechasiga baribir dalolat qilmaydi degan. Ulamolar ochiq aytgan. Shuning uchun ham hozir baroat kechasi haqida so'ralyapti. Mana shu Shabon oyida paydo bo'lgan bid'atlardan bu. Baroat kechasi o'zi nima degani? Ya'ni odamlarning gunohi kechiriladigan, bir jannatga yozilib qo'yiladigan kun ekan deb turib to'qilib olgan mana shu narsa. Bu haqida ko'p mavzu hadislar, mavzu rivoyatlar ham bor. Lekin bu mavzu emas. Ya'ni to'qima emas. Bu zaif bo'lgan hadis. Buni ba'zi bir boshqa sahihlardan bir sahih qo'shimchalari bor. Shuning uchun ham Shayx Alboniy mana shu hadisni hasan darajasida deb turib aytgan. Butun bir turuqotlarni jamlaydigan bo'lsa, hasan darajasida bo'ladi degan. Ibn Javziy rahimahulloh zaif deb turib aytgan. Imom Muslim o'zini sahihida mana shunga o'xshagan bir hadisni rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imron ibn Husaynga Shabonning o'rtasida roza tutdingizmi deb turib aytgan. Shunda yo'q deb turib aytilgan. Yo'q deb turib, ya'ni Imron ibn Husayn shunday degan ekan. Endi mana shu Shabonning o'rtasida roza tutdingizmi deb turib aytilganda sharhida nima deyilgan deb aytiladigan bo'lsa, mana shuni sharhida Shabon oyini, ya'ni o'rtasi mana shu kun fazilatli kun deb turib aytilgan. Va yana nimaga deb aytiladigan bo'lsa, chunki mana shu Shabon oyini o'rtasi ayyamul biz kunlarga to'g'ri keladi. Qarang, uni ustiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p roza tutgan Shabon oyida va yana uni ustiga ayyamul biz. Masalan, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bitta oyda mana shu hijriy oylarda 13, 14, 15 bu ayyamul bid deb aytiladi, oq kunlar degani. Nima uchun? Chunki oy to'lishgan kun bo'ladi. Shuning uchun ham oq kunlar deb turib nomlangan. Mana shu kunda Rasululloh roza tutishga targ'ib qilgan. Endi mana Shabon oyini yarmida roza tutdingizmi degani nimaga dalolat qilar ekan? Demak, mana shu oyda roza tutdingizmi deganiga dalolat qilar ekan. Qaysi oyda? Mana shu Shabon oyini yarmida, ayyamul biz kunida. Demak, u odam ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam alohida Shabon oyida roza tutganligi bilan va ayyamul biz kunini o'rtasini jamlagan bo'ladi. Ikkita rozani o'rtasini jamlagan bo'ladi. Ikkita ajr mukofotni qozonib ketadi. Mana shu jihatdan mana ajr bo'ladi, lekin baroat kechasi emas. Va yana odamlar qancha bid'atlar chiqarib olgan. Mana bu narsalar hech qaysi biri xotirjam bo'lingki, u qabul bo'lmaydi u amallar. Nima uchun? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuva rad dedi. Bizi dinimizda bo'lmagan amalni kim qilsa u rad. Rad nima degani o'zi? Mardud degani. Mardud nima degani? G'ayru maqbul degani. Qabul bo'lmaydi u. Shayx Husaymon rahimahulloh kitobi tavhidda hatto ba'zi a'immalarning gapiga raddiya berganda shuni ham esdan chiqarmang. Va yana shu bilan birgalikda mana shu kun haqida Shabon o'rtasi deb aytyapmiz, shu o'rtasidagi hali baroat kechasi deb nomlab olgan odamlar. Ibn Rajab rahimahulloh o'zini bir kitobida fi latoifil ma'arif degan kitobida aytganki, laylatun nisfi min Sha'ban kana tabi'una min ahli Sham yu'azzimunaha va yajtahiduna fiha fil ibada. Qarang, Ibn Rajab rahimahulloh nima degan? Shabon oyini yarim kechasi, ya'ni Shabon oyini masalan 30 kun bo'ladigan bo'lsa 15-kechasida, Shabon oyini yarmida Shom ahlidan bo'lgan tobiinlar mana shu kechani ulug'lashardi degan. Mana shu kechada ibodatda nihoyatda ijtihod bo'lib, mujtahid bo'lib ibodat qilishardi degan. Qarang, mana shu haqiqiy ibodat bo'ladi. Lekin to'plab olib ibodat qilishlik bu narsa yo'q. Shuning uchun ham Shayxul Islom Ibn Taymiy rahimahulloh aytgan. Nihoyatda chiroyli gapni aytgan. Hozirgi kundagi odamlarga tegishli bo'lgan gapni aytgan, garchi 800 yil oldin o'tib ketgan bo'lsa ham bu kishi. Nima degan bu kishi? Laylatun nisfi min Sha'ban fa fiha fadl. Shabonni o'rtasidagi, ya'ni mana shu 15-shunga o'xshagan kechalarida fazilat bor degan. Salaflarda mana shu kechalarida namoz o'qib chiqadigan kishilar bo'lardi deb turib aytgan. Lakinnal ijtima'a fiha li ihya'iha fil masajid bid'a degan. Xuddi mana bizning zamonamizga tegishli. Lekin mana shu Shabonni o'rtalaridagi kechada shu kechani ihyo qilish uchun, ya'ni tunash uchun, tunay deb qo'yadi-yu biz odamlar ham. Mana shu kechada bir uxlamasdan ihyo qilib chiqish uchun odamlar masjidlarga to'planishi bu bid'at deb turib aytgan. Bid'at bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Hozir aytdik. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuva rad. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuva rad.
Bu dinda bo'lmagan narsani paydo qildimi, u rad mardud bo'lib turaveradi. Shuning uchun ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Va hamda mana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bir hadis keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganki, mana shu hadisga ham ko'pchilik masalan mana bu hadisda bunday degan deb turib, masalan sizga qarshi dalil keltiradi. Mana shuni ham bir qo'shimcha qilib aytib qo'yamiz. Sha'bon yarim bo'lib qolsa roza tutmanglar degan. Abu Dovud rivoyat qilgan. Sha'bon o'rtaga kelib qolsa roza tutmanglar degan. Qanday tushunamiz? Yuqorida roza tutinglar deyapti. Bu hadisda roza tutmanglar deyapti. Bu hadisda Abu Dovud rahimahulloh rivoyat qilgan, lekin bu hadis sahihmi, zaifmi ulamolar ixtirof qilgan. Va Sha'bon yarimidan keyin rozani hukmida ham ulamolar ixtirof qilgan. Lekin jumhur a'immalar roza tutishlik Sha'bon yarimida makruh emas deb turib aytgan. Bundan ko'ra sahihroq bo'lgan bir hadisni dalil qilib turib aytganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu hadisda aytgan. Nima degan? Sizlarni bittalaring Ramazonga 1 kun yoki 2 kun oldin rozani tutib kirib kelmasin degan. Illa bir kishi roza tutayotgan bo'lsa, u tutorsin deb turib aytgan. Bu Buxoriy Muslim rivoyat qilganda, yuqoridagina Abu Dovud rivoyat qilgan. Demak, mana shu, mana Sha'bondan keyin roza tutma deyapti, bitta hadisda roza tutaver deyapti. Qanaqa qilib jamlaymiz deb aytiladigan bo'lsa, mana shu yuqorida aytgan hadisimizni ba'zi ulamolar zaif deb turib aytgan. Chunki sahih hadisga zid. Sahih hadisga zid. Shuning uchun ham zaif deb turib nomlashgan. Endi nima qilamiz? Demak, inson roza tutsa bo'laveradi. Lekin oxirgi kunlari bo'ladi. Masalan, Ramazonmi yoki Ramazon emasmi deb inson shubhalanib qolgan kuni bo'ladi. Masalan, 29-chi, masalan, ertaga Ramazon bo'lib qolish mumkin deb kutiladi-da, yoki Sha'bonning 30-kunlari ertaga Ramazon bo'lib qolish mumkin deb kutiladi. Mana shu kunlarda roza tutish, masalan, shak kun bo'lib qoladigan bo'lsa mumkin emas. Masalan, kun havo ochiq bo'lsa. Havo ochiq bo'lsa, ba'zi ulamolar endi boshqa gaplarda ham gapirgan, lekin Ammor ibn Yasir radhiyallohu anhu dan keladiki, man soma yawmal ladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qosim Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ammor ibn Yasir radhiyallohu anhu aytayaptiki, kim shak qilinadigan kunda, shak bo'lib turgan kunda roza tutadigan bo'lsa, Abul Qosimga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga osiy bo'libdi deb turib aytganlar. Nima uchun? Chunki ertaga roza deb gumon qilinayotgan kun. Shak bo'lib turibdi. Mana shu kunda roza tutishlik mumkin emas. Nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, bu nima uchun deb turib ana shu savol berilmaydi. Chunki bu ta'abbudi. Abu Dovud, Termiziy, Nasoiy, Ibn Majah buni rivoyat qilib keltirgan, Shayx Alboniy sahih deb turib aytganlar. Xullas, demak tushunarli. Salaflar Sha'bon oyida ibodatda nihoyatda ijtihod qilishardi. Va mana shu kundan ibodat qilishlari Sha'bon oyida, Ramazon oyiga tayyorgarlik ko'rishlik uchun. Salomat ibn Kuhayl aytadiki, Shahru Sha'ban, Shahru Qur'on. Sha'bon oyi qorilarning oyi deb turib aytilar ekan. Hamma g'u bo'lib Qur'on o'qib o'tirardi. Mana shunday bo'lishligi kerak-da. Alloh taolo o'zi hammamizga mana shu oyda ochiq bir tavba qilishlikka tavfiq bergan bo'lsin. Qalblarimizni hidoyat qilsin, niyatlarimizni o'zi isloh qilsin va bizga iymonni Alloh taolo suyukli qilib ko'rsatsin. Qalblarimizda uni iymonni zinatli qilsin va bizga kufr, fosiq, gunoh, isyon, musibatlarda, ya'ni haqiqiy bir gunohlarda Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rsatsin va bizni to'g'ri yo'ldagi kishilardan qilsin ya Alloh. Allohu alam. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.